Qeyrindaşlar. Detal muştaq 9 minutlam aldı ki, şunu kesip ketdi. Videonun aldığıqı qismlari bor. Bu keyingi qism bo'lsin. Unda biz KG'dan başlaylı. Zerikmey, terikmey, men nima qilsam, men nima bassam shuni tang besmanglar, chunki agishib qilib mansanglar, texim bekleysanglar qoldi. Unda bo'lsa biz tizni 1 2 2 2 degan tuq biz deb baqaylamdi. Biz deb baqayli. Biz tang deb biz tang deb oleti geri açtık. Açqandan keyin 9 5 100 deb baqayli. 105 200 deb baqayli. Degandan keyin unda bo'ldi-ku. Endi bu yerga biz son deb baqayli. Son deb bularni jug'lab baqayli. Ya'ni yuqoridagi tiz bilan ostidagi biz mushlarning a'zolarini bir jadval ichiga, bir tizimlik ichiga kirib baqayli. Unda biz bu yerga son dedik. Son. Ne bo'lgan? Biz bilan tiz bo'lgan. Qo'shitimiz. Bilan tiz. Degandan keyin bunda bo'ldi endi qo'shildimi, qo'shilmadimi? Son. Ya'ni mala qo'shildimiz. Ya'ni biz qaysiti malati. Shunga oldida keldi. Tiz qaysilati malati 1 1 2 2 2 oqida keldi. Agar tiz biz bo'lsa, mala oldida, mala oqida keldi. Buni ko'rib oldik. Endi insert orqali manchinchi o'ringa so'z yoki jumla yoki son qo'shishni ko'rgan tuqa bayatni. Biz buni yana bir ko'raylik. Masalan son deyli. Nokta deyli. Insert dedik. Degandan keyin tirnoq ochimiz. Tirnoq ochib bo'lgandan keyin nima ish qilamiz deyoqda. İkinci o'ringa pesh chekit emas. Boya biz chekit qilib xatolashgan. 6000 deganni qo'shib deb buyruq beraylik. Shunaqmi? Endi biz buyruq bergan qo'shdim qo'shmadi ikkinchi o'ringa, ya'ni ikkinchi o'rin qaysiti? 1 0 1 2. Undasa 100 bilan 200 ning orasiga 6000 ni qo'sh deymiz. Qo'shdimi qo'shmadi deganda, qo'shdi. 100 bilan 200 ning orasiga 6000 ni qo'shdi. Qo'shqanligini ko'rib oldik. Endi masalan, yuqorida sonlar bor. Bular sonlar-ku. Qarasanglar birinchisi 999 100 6000 200 101 222 tartibsiz holatda. Biz buni ratlik tartiblash tizish uchun bularni tizib bilish uchun ya'ni ratlash uchun sortni ishlatamiz. Sort tirnoq ma'ni ishlatamiz. Endi biz buni ishlatib qilib boqaylik. Biz son degan tizimlikni ratlamoqchi. Shunga biz bu buyruqni beramiz. Bersak ratladimi? 100 eng kichik 101 10dan cho'ng 10dan cho'ng 200 10dan cho'ng 222 eng cho'ng 6000 degandek ratlab berdi. Endi masalan ism deyli. İsim degandan keyin masalan ismga nima bo'lsin? Ismdan oleti geri orqali cho'ng tirnoqni ochdik. Ochgandan keyin bu yerga oli deyli. Ali dedik. Ali deb bo'lgandan keyin masalan Ali deb bo'lgandan keyin nima ish qildi? Ali deb bo'lgandan keyin Adil deb boqlaymiz masalan. Buni men nimaga olmabdimi? So'z bo'lgandan keyin qo'sh tirnoqning ichiga olmabdimi? Yapdik. Pesh dedik. Pesh deb bo'lgandan keyin endi bu yerga nima deyli? Zahir deb boqamdik. Zahir dedik. Ali Adil Zahir. Shunaqmi? Tekshirsak xatolik yo'q. Xatolik yo'q. Enter dedik, ism deb boqayli. Enter dedik, malak.
Unda bolsa biz bularni retlемекчи. Bayatdan biz sanni retligende kichikdan cho'ngga tizib bergan. Endi ismli harflik so'zlik narsalar bo'lib qolsa, bu san emas kichikdan cho'ngga retlikli bo'ldigan. Unda buni qanday retlaydi? Buni biz ko'rib beqish uchun ism chekit sort tırnaq qo'y. Tırnaq. Degandan keyin bunday bo'ldi. Endi buni retlamadimu ko'rish uchun enter dedik, retlab berdik. Qanday retlabdi? A Z Z. Qandaq? Ya'ni harfning tartibi bo'yicha retlab berdik. Masalan biz bu texnik aniq bo'lish uchun qilib boqaylik. Xilma-xil harf bilan boshlangan ismlarni qilib boqaylik. Masalan Aziz deb bo'lgandan keyin pesh. Jurat deb boqaylik. Jurat. Pesh. O'g'illarning ismi deb qaqshmanlar, qizlarning kim qo'yib boqaylik. Unda da pek nim qo'yaylik. Jurat. Aslında qalblar qo'yib boqaylik. Pesh. Shuna qo'y. Endi bu yerga nima kelsin? Biz tartib bo'yicha qilib qo'yibdik. Qanday tartibsiz qilib qo'yish uchun Xolid deb boqaylik. Bizga retlab berish kerak-da, biz retlik yozmasak. Unda esa bu yerga nima deylik? Unda esa bu yerga nima deylik? Bilet deb boqaylik bo'lsa. Bilet. Pesh. Bu yerga deb boqaylik? Shakir deb boqaylik. Shakir. İsmim bo'ldi degan vaqtida bunda bo'ldi. Qarasanglar A B C D E F G H I J K L M N malani tartibida o'xshamaydi. Aslida J ning oldida B kelish kerak-ku. Endi biz buni ism retlab demakchi. Ism chekit sort degandan keyin mundaq bo'ldi. Qisaq mundaq bo'ldi. Retlamni ko'rish uchun mundaq bo'ldi. Ya'ni A B H G K X retildi degan gap. Retildi. Buni ko'rdik. Endi yana bir yangi mazmunni ko'rish uchun biz bu yerga qaysini qilib boqaylik degan vaqtida masalan bunday qilaylik. Biz bu yerga diqqatga bu yangi mazmun. Biz bu yerga tiz deb buni tan qildik. O'tir tirnoq ochdik. Tabii şey tuturli. Miyagenin bo'lsin. A bo'lsin. A. Miyaga pesh qo'yish kerak, ikkisini ayirish uchun. Dasa miyagenin bo'lsin. B bo'lsin. Miyagenin bo'lsin. C bo'lsinmi? Bo'lsin. Miyagenin bo'lsin. D bo'lsin. Bular bo'lgandan keyin biz enter bosdik. Bosdiqqa endi biz bu yerda nima o'rganmoqchi degan vaqtida print shu demoqchi. Aslida print deb turib tiz deyli. Aslida tiz degandek bunda chiqarib berdi. Endi biz o'rganishga tegishli narsalar kelyapmiz, yana bir yangi narsaga. Masalan, biz program yozgan vaqtida bunday bir narsalar uchraydi. Bular qanday narsa degan vaqtida for. Yerga bo'shliq qo'yamiz. K bo'shliq